Qadrli obunachilar, Andijon moshina bozoridan keyingi Damas birimiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli mana Damasimiz 4 ta yumshoq balon qo'yib qo'yishibdi. Moshinamiz holatlari, ichki holati to'g'ri tashab qo'yishibdi, chexollari bor. Ko'rinish holatlari mana orqa tomonlari, patolog qismlari. Moshinamiz ancha yurib qo'yibdi, endi gapirish kerak yo'q. Endi 2003-yilda ishlab chiqarilgan moshinamiz. Endi yaxshi holatda. Aka, gazga benzin yuradimi? Yuradi. Motor hadovo korobka ham yo'q joyida. Most ovozi yo'q. Yo'q. Most ovozi yo'q ekan. Aka, puli qancha endi puli? 2400 dan tushib beraman. 2400 dan o'tib beramiz hozir. Bozor qancha qildi? 21-22 qilyapti. 21-22 qilyapti. Ozgina qo'shilsa xudo xolasa ketadi. 21 da tepasiga xudo xolasa ishimiz bitadi deb aytishyapti. Mashinani ko'rish holati o'ta yaxshi, zo'r holat. Mashinaning ichini ko'rsa degan kelarga mana hozir ko'rsatdim. Yana bir marta ko'rsatib o'taman mana. Gazga benzin kelyapti, motor hadovo korobkada ishi yo'q. Hamma yo'q go'zal holatda. Aka, nomer aytib beramizmi? 93lik. 93lik 417 417 25 25 51 raqamlariga aloqaga chiqib akamizga bog'lansanglar, Futbol Uz degan kanal. Shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar, bemalol gazini olsa 21 deyapti. $2100 ozgina qo'shilsa beramiz deyapti. Damas minishga tayyor.